O'zichi bu nafs tarbiyasi bilan, qalb tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanaman degan odamga juda ham oson retsepti bor. Nafs xohlayotgan narsani qilmaysiz, xohlamayotgan narsani qildirasiz. Bo'ldi. Nafs nima deyapti hozir? 8 rakatdan keyin. Ha, endi bunday kekirtadan shunday ushlasangiz, o'lib qolmaydi. Bir joyi uzilib tushmaydi. Endi o'sha kekirtadan usholmagan, nafsini gapiga kirgan odam shattirib chiqib ketaveradi. Lekin urushmayapmiz. Kelganlarga rahmat, 8 rakatga bo'lsa ham. Kecha ham aytdim bu narsani. Faqat endi o'sha 8 rakatga loyiq ekansizlar, u yog'iga tura olmayapsizlar. Endi 20 rakat turganlar shunga loyiq bo'lganligi uchun turibmiz emas. Yo'q. Alloh bizni shu yerga turgizib qo'yapti. Alloh shu yerda turadigan quvvatni beryapti, sakinatni beryapti, turibmiz. Tushundinglarmi ukalar? Nafsni tarbiyasini formulasi juda ham oson. Agar ikki og'iz gap bilan gapirish kerak bo'lsa, u xohlayotgan ishni qilmaysiz, xohlamayotgan ishga majbur qilasiz. Bo'ldi. Bir kun qiylanasiz, 2 kun olishasiz nafsingiz bilan, 3 kun olishasiz shaytoningiz bilan, keyin nafs ko'nikib qoladi. To'g'rimi, sigaret tashlagan akalar? 3 kun 4 kun qiylangansizlar, keyin nima bo'ldi?